Assalomu alaykum do'stlar. Burchatga reklamamiz qo'yib tayyorlab o'tiramiz bunaga. Bunday burchatkalarimiz ham bor bunaga. Просто hozir buni svetsiz qo'yib qo'yibman. Ulardan svetga urmay qo'yibman. Boshqalarni ham ko'rsataman. Mana bundaylarimiz ham keldi. Просто hozir buni kraskasiz qo'ydimda. Nojlarında kubiklari bo'ladi. Böyle cheton 4 meshinda. O'rtasi mana bunday yo'q, chiziq qo'yib tushadi. Qag'allarni ham hozir ko'rsatib o'tib ketaman. Turli qalblarimiz bor. Bundaylarimiz ham bor bunaga. Bardiyorlarimiz ham keldi bunaga. Bardiyor ham qo'yib qo'ydik. Tayyor bardiyorlarimiz. Betonga qo'yiladigan fasad termo panellarimiz bunaga. 3D degan qiyilisi bu. Bunalarimiz ham bor, Montana degan. Shundan ham keldi. Kolotsa bunaga quyib Kolotsa ishlarimiz ham ketyapti. Manzilimiz Naymanda. Bayağı Nayman kolxoz. Shunday. Pastda telefon nomerlari bo'ladi. Telefon qilaverasizlar. Fasadniy termo panellarimizda karvish qiyilisi ham bor bunaga. Bu termopax monamiz 3D deganimizcha ko'rsatganim. Tak, karvish. Bunaga karvishimiz. Nastoящий karvishday bo'lib turadi. Артында termo nesi penoplasi bo'ladi. Yozib bu reklama bo'lgandan keyin penoplast solmay shundayini ishlab chiqdim. Ishlab qo'ydim. Pastda telefon nomeriga звонок qilaverasizlar. Agar zakaz bor bo'ladigan bo'lsa. Buniki termo panel degan, buniki mana артында penoplasi bo'ladi. Jana ko'rsatganlarim. Saydan sirtma qismdan shunday chiroyli bo'lib turadi. Lak beraverasizlar. Bo'ldi.